Videoda ovozim boshqacha bo'lsa, uzr so'rayman. Xo'sh, doktor Qishloqi, nimaga meni uyimni kichraytirding? Kompot, axir biz mening kichraytiradigan lazerimni sinab ko'rdik-ku. Ha, Qishloqi, esimdan chiqib qolyapti. Rostdan ham sening lazering meni uyimni kichraytirib qo'ydi. Lekin Qishloqi, bu lazering o'zi qanday ishlaydi? Qo'rlar, har xil texnikalar, buni o'zi qanday ishlab chiqding? Kompot, bu yerda hech qanday qiyin narsa yo'q. Istalgan odam buni yasay oladi. To'g'ri aytasan Qishloqi, bu lazerni haqiqatan ham hamma yasay oladi. Endi bo'ldi Qishloqi, meni uyimni o'z holiga qaytar. Kompot, men senga hali asosiyni aytganim yo'q-ku. Men buni shunchaki uyingni kichraytirish uchun qurmadim. Unda nima uchun qurding? Kompot, uyingni qo'lingga olib ko'r, hammasini tushunib qolasan. Uyimni qo'limga olayman. Mayli, urinib ko'raman. Qo'limga oldim, ajoyib. Xo'sh, Kompot, hech narsani his qilmayapsanmi? Yo'q, oddiy uyga o'xshayapti. To'xtangchi, undan shirin hid chiqyapti. Bu nima bo'ldi? Kompot, men senga shuni ko'rsatmoqchi edim. Bu lazer shunchaki narsalarni kichraytirmaydi. U yana ularni yeyishga ham qulay qilib beradi. Yeydigan? Demak, men uyimni endi yesam ham bo'ladimi? Kompot, faqat buni yo'q. Bu rostdan ham juda shirin ekan. Kompot, sen nimaga buni qilding? Nimaga buni yeding? Nimaga qayg'urasan Qishloqi? Axir bu meni uyim-ku, lekin bu juda ham shirin ekan. Yana men uyimni qachon tatib ko'rsam bo'ladi? Bu men yana boshqasini qurib olaman. Qayg'urma Qishloqi. Kompot, men gapirishga ulgurmadim. Bu lazer hali to'liq tayyor emas. Lekin lazer tayyor bo'lmasa ham u juda mazali edi. Uy juda mazali bo'ldi. Men buni nazarda tutmadim, Kompot. Ro'parosa 5 daqiqadan so'ng u yana kattalashadi. Nima? 1 soniya to'xtang. Kompot, u sening ichingda kattalashadi va u seni parchalab tashlaydi. Iltimos, buni olib tasha ichimdan. Meni qanday yeb yubording-ku. Nima? Shunda meni hozir ichimda qishloq ustaxonasi turibdi. Nima? Jin ursin, men parchalanib ketaman-ku u kattalashsa. Ertaroq aytsang bo'lmaydimi? Kompot, axir men ulgurmadim. Bizda 4 daqiqa vaqt qoldi. 4 daqiqani ichida biz nima ham qila olardik Qishloqi? U meni ichimdan o'sib chiqsa nima bo'ladi? Sen nimaga bunday qilding o'zi? Menda bir g'oya bor. Qana, tezroq aytib ber, bizda vaqt kam. Hozir lazerni kattalashtirishga qo'yaman. Keyin seni kattalashtiriraman. Sen uxlaysan, keyin boshqa akkauntdan kirasan va qoningdagi bu ustaxonani chiqarib olasan. Bu reja biroz qo'rqinchli eshitilyapti-ku, lekin mayli, roziman. Men roziman Qishloqi, bor lazeringni o'zgartir. Mayli, men ketdim. Qayta programmashtiraman. Do'stlar, nima qilay, men qo'rqib ketyapman. Bilmagan narsamni yeb yubordim. Ya'ni o'zimni uyimni yeb yubordim. Hozir mening ichimda qishloq ustaxonasi turibdi. U kattalashsa men parchalanib ketaman axir. Qishloqi tezroq lazerini o'zgartirsin. Kompot, bo'ldi, tayyor. Hammasi ishlayapti. Qishloqi, bu sening qo'lingdan keladi. Sen zo'rsan. Demak, sen meni hozir kattalashtirasaan. Lazerning to'g'risida tur. Hozir men shunchaki tepaga chiqish uchun tuproq kovlayman. Tezroq. Shunchaki tuproq va mana shu yerga chiqqanmiz. Yaxshi, to'g'risiga turishim kerak. Hop, ana bo'ldi Qishloqi. Bo'ldi, to'g'risiga turdim lazerni. Kompot, 3 gacha sanagunimcha kattalashtiraman, lekin ogohlantiraman. Kattalashtirgandan so'ng uxlaysan va boshqa akkauntdan kirasan. 1 2 3. Nima bo'ldi? Men kattamanmi? Qishloqi, men kattaman. Ko'ryapman Kompot, faqat meni ezib qo'yma. Yo'q, Qishloqi, qo'rqma, men seni ezib qo'ymayman. Negadir juda ham uyqum kelyapti. Men boshqa akkauntdan kiryapman o'zimning 13-qishlog'imga. Xo'sh. Xo'p, mana kirdi o'yinga ko'p. Mana. Men endi boshqa akkauntdaman. Endi faqat men Steve rolda o'ynayman. Xo'sh, 13-qishloqqa borish kerak tezroq. U yerda nimalar bo'lyapti ekan? Hammasi u yerda turibdi. Bu katta narsa menmanmi shunchalik? Dahshat, bu rostdan ham men. Nimalar bo'lyapti o'zi? U gigantga o'xshab yotishimni qaranglar. Demak, bundoq. Biz hozir uxlayotganimizdan foydalanib, bizda juda ham vaqt yetarlicha. Juda ham qishloqdan ham katta bo'lib ketibman. Demak, bu biz tanani tomosha qilsak bo'ladi xohlagancha. Qishloq ham shu yaqin atroflarda bo'lsa kerak. Rostdan ham juda ham kattaman. Aniq qishloqqa
tezroq ketdik. Sen kimsan? Nima deding? Bu men, Kompot. Boshqa akkauntdan. Voy Kampot, sen meni qo'rqitib yubording. Kampot, men o'ylab chiqdim. Mana narsalar. Mana ola qol. Bu narsalar bilan men nima qilishim kerak? Kampot, seni vazifang tepaga chiqib, ustaxonani olib chiqish. Ha, bo'ldi qishloqqa, hammasini tushundim. Sen bo'lsam mana shu yerda turib tur, yana men uyg'onib qolmay. Xo'sh, ketdik. Xo'p, mana shu yerdan boshlaymiz. Xo'sh, hozir men o'zimning qo'limda turibman. Qanday bo'lmasin g'alati. Xo'sh, birinchi o'rinda kiyimni yirtish kerak. Chinarsan bu futbolka menga juda ham qadrli edi. Ha, mayli, ustaxonani oldiga bir amallab tushib olish kerak-ku. Xo'sh, bo'ldi. Yo'q. Mana bu yerdagi qizillarni ham yirtish kerak. Xo'sh. Hop, bo'ldi. Yo'q, mana bu yerda ham ko'kni ham yirtamiz. Xo'p, menimcha bo'ldi. Xo'sh, endi kirkada qaziymiz bu yerdan. Toshlar ko'rinyapti. Men to'g'ri qazyapman menimcha. Xo'sh, mana men bu uyni yeb qo'ygan edim. Mening ustaxonam. Bu yerda ko'proq kovlab olaylik. Qani endi yaxshi, ko'proq kovlaymiz. Ustaxonani olib chiqish kerak. Ha, juda ham chiroyli. Va nihoyat hamma yerda qazib tashladim. Endi men o'zimning ustaxonamga tushsam bo'ladi. Bu qanchalar g'ayrioddiy. Xo'sh, ichkariga kiramiz. Bu yerda nimalar turibdi? Xo'sh, ichkariga kiramiz. Ketdi. To'ta maytlarda hamma joyda ekan, yaxshi. Xo'sh, endi ichkariga kiramiz. Xo'p, notebook turibdi, telefon, hamma narsa joyda. Bu qanchalik g'ayrioddiy. Men o'zimning oshqozonimdagi Kompotning, ya'ni o'zimning ustaxonamni olib chiqaman. Bloklarni sindirib tashlaymiz, chunki tashqariga yana qaytadan yig'ishimiz kerak ustaxonamni. Xo'sh, taxtalar, toshlar, hammasini sindiramiz bittama-bitta. Xo'sh, mana faqat pol qoldi. Hamma narsani inventarimga ko'chirdim. Endi xo'sh, tezroq mana shu toshlarni ham sindirsak bo'ladi, keyin chiqib ketsak bo'ldi. Xo'sh, juda ham ozgina qoldi. Polni sindirsam bo'ldi. Keyin bu yerdan chiqib ketsak bo'ladi. Ana. Ozgina qoldi, yana ozgina qilsak bo'ldi ana. Endi toshlarni yig'ib, keyin bu yerdan chiqsak bo'ladi. Meni kiyimimni ham joyiga qaytarish kerak. Narvolarni qo'yamiz va tepaga chiqamiz. Xo'sh, ana chiqdik. Qishloqqa, men bularni tugatdim. Kampot, tezlash, 3 daqiqadan so'ng u turadi. 3 daqiqa? Menga 3 daqiqa yetadi. Bu kattakon teshiklarni yopamiz. Hop, ajoyib. Ana. Bo'lmasa menga katta muammo bo'ladi. Bu narvolarni ham olib tashlashimiz kerak. Hoppa. Ana endi kiyimni to'g'irlasak bo'lgani. Xo'sh. Mana bo'ldi, men tanamni tiklab qo'ydim. Endi bo'ldi. Xo'sh, bo'ldi qishloqqa, men hammasini tugatdim. Hozir oldinga narvolarni sindirib tushaman. Endi bu akkauntga men boshqa qaytib kirmayman. Shuning uchun narsalarimni sandiqqa solib qo'yaman. Xo'sh. Ana bo'ldi. Men bu akkauntdan chiqaman. Mayli, Kompotga aylanganimni ko'rishamiz. Kampot, sen turganingda oddiy o'lchamda bo'lasan. Mayli qishloqqa, men akkauntdan chiqyapman. Yaxshi qol. Kompotga aylanganimni ko'rishamiz. Xo'sh, men bu akkauntdan chiqyapman. Qani Kompotga kiramiz endi. Kompotga bilad. Salom qishloqqa. Kampot, sen tirilding. Ha, qishloqqa, men o'zimni juda ham g'ajoyib his qilyapman. Shunchaki yengil bo'lib qolganman. Ustaxonani ichingdan olding. Ha, qishloqqa, meni qonim bo'yishadi. Endi boshqa hech qachon sinovlar uyushtirmaymiz, tushundingmi? Hech qachon. Shunchaki meni gapimni eshitishing kerak edi. Shunda muammolar bo'lmas edi. To'g'ri qishloqqa, seni gapingga kirishim kerak edi. Seni gapingga kirmadim va mana shunday narsa sodir bo'ldi. Endi shunchaki ikkinchi akkauntdan solgan narsalarimni yig'ib tashlashim kerak, ya'ni mening ustaxonamda. Shuncha narsani inventarga olamizda va qo'lga boltani olib, ustaxonani qurishga tushsam ham bo'ladi. Men hech narsaga qiynalmayman, chunki bu ustaxonamni 600 marta qurganman. Birpasda qurib bo'laman. Ana bo'ldi, ustaxonam tayyor bo'ldi.
Ajoyib, hamma narsa joy-joyida. Hammaga rahmat do'stlar. Sizlar bilan men kompot bo'ldim. Sizlarga bo'lsa bunday xatoni qilmasliklaringga yo'q deb qolaman. Va do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan men kompot bo'ldim. Videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar.